Davom etamiz. Ayni kunlarda bosh prokuror o'rinbosari hamda ichki ishlar vaziri o'rinbosarlari boshchiligidagi ishchi guruh a'zolari viloyatimizda bo'lib turibdi. Jarayonda mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish, jinoyatchilikning oldini olish yuzasidan prezident qarorlari ijrosi o'rganilmoqda. Hozir shu haqda. Termiz shahrida tashkil etilgan yig'ilishda respublika idoralararo muvofiqlashtirish shtabi va ishchi guruh a'zolari kambag'allikni qisqartirish va bandlik, adliya, maktabgacha va maktab ta'limi, sog'liqni saqlash, oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirliklari, O'zbekiston mahallalar uyushmasi, oila va xotin-qizlar qo'mitasi hamda ularning hududiy boshqarmalari mas'ul rahbarlari, huquq-tartibot idoralari, ta'lim va ilmiy tashkilotlari rahbarlari, bosh prokuraturaning tegishli boshqarmalari mas'ullari, Surxondaryo idoralararo muvofiqlashtirish shtabi rahbarlari va ishchi guruh a'zolari hamda boshqa mutasaddi idora va tashkilotlarning mas'ul rahbarlari ishtirok etishdi. Yig'ilish kun tartibidan joy olgan asosiy masala mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manziliy ishlash tizimini joriy etish, jinoyatchilikning barvaqt profilaktikasi samaradorligini yanada oshirishga qaratilgan yangi vazifalar belgilab olindi. Yig'ilishda ta'kidlanganidek, hozirgi kunda Surxondaryo viloyatida jinoyatchilik holatlari ko'proq qayd etilayotgan 12 ta qizil toifadagi mahallalar mavjud. Ushbu mahallalardagi mavjud muammolarni chuqur o'rganish, xavf omillarini bartaraf etish, jinoyat sodir etishga moyil bo'lgan shaxslarni to'g'ri yo'lga solish maqsadida har bir mahallaga tegishli mas'ul rahbar va sohaviy idoralar xodimlari biriktirilgan. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, o'tgan yil davomida viloyatda 181 nafar ayol jinoyat sodir etgan, 84 ta erta tug'ruq holati qayd etilgan. Bu kabi salbiy holatlar mahallalarda ijtimoiy ruhiy muhitni yaxshilash, aholi bilan ishlashni yanada kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi. Shuningdek, qaror ijrosini samarali nazorat qilish maqsadida tashkilotlarda alohida shtat birligi tuzilishi, joylarda amalga oshirilayotgan ishlar muntazam tahlil qilinishi va mas'ullarga aniq vazifalar yuklatilishi belgilandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-yanvarda qabul qilingan 1 va 2 sonli qarorlari ijrosini ta'minlash maqsadida Surxondaryo viloyatiga respublika ishchi guruhi tashrif buyurdi. Bunda asosiy maqsad hududiy tashkilotlarni mahallalarda xavfsizlikni ta'minlash, jinoyatchilikni oldini olish, barvaqt aniqlash borasidagi ishlarni qanday tashkil etish to'g'risida tushunchalar berildi, yo'nalishlar ko'rsatildi. Qarorning mazmun mohiyati yana bir bor yetkazildi. Barchaga topshiriqlar berilib, ishlar jadallik bilan boshlab yuborildi. Ushbu harakatlar orqali qaror ijrosini ta'minlaymiz, xalq farovonligini oshirishga harakat qilamiz. Yig'ilish yakunida tegishli qarorlar ijrosi yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha mas'ul idora va tashkilotlar hamda huquq-tartibot idoralari, ta'lim va ilmiy tashkilotlari rahbarlarining axborotlari tinglandi hamda belgilangan vazifalar ijrosini samarali ta'minlashga qaratilgan tegishli qarorlar qabul qilindi. Bosh prokuror va ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosarlari boshchiligidagi ishchi guruh a'zolari Termiz shahridagi Turon mahallasida bo'lib, xotin-qizlar tomonidan sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlarning barvaqt oldini olish yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar taqdimoti bilan tanishdilar. Viloyat oila va xotin-qizlar boshqarmasi boshlig'i va boshqa mas'ul idoralar vakillari tomonidan oila va xotin-qizlar maskani faoliyati misolida viloyat ayollariga qaratilayotgan e'tibor, ular bilan bog'liq muammoli holatlarning oldini olish borasidagi ishlar erishilayotgan natijalar ko'rsatib o'tildi. Termiz shahridagi oila va xotin-qizlar maskaniga tashrif buyurib, bu maskanda ham amalga oshiriladigan ishlar, ijobiy ishlar, tajribalarni ko'rib, o'zimizda hissamiz qanaqa bo'ladi? Bu yerda ham aynan shu xotin-qizlar yo'nalishida oila va oila muhitida sodir bo'ladigan ayollar va bolalarga nisbatan bo'ladigan zo'ravonliklarni oldini olish bo'yicha ham o'zimizning taklif tavsiyalarimizni beryapmiz. Tavsiyani berib ketish emas, chunki uni ertaga ijrosi qanaqa bo'ldi? Bu to'g'ri tavsiya bo'ldimi? Bizani bergan fikrlarimiz, ishlab chiqqan yo'riqnomalarimiz o'zini asl maqsadini bajardimi, yo'qmi? Buni yilning oxirigacha muntazam ravishda Surxondaryo viloyatiga kelgan holda ishlarimizni davom ettiramiz. Shundan so'ng sayyor sud majlisi tashkil etildi. Unda shahar miqyosida profilaktika nazoratida turgan, ayni kunlarda jazo muddatini o'tayotgan ayollarga nisbatan taqdimnomalar ko'rib chiqildi. Sayyor sud davomida 4 nafar ayol shartli ravishda muddatidan avval jazodan ozod etildi. Juda ham xursandman, sababi men shartli ravishda muddatidan oldin ozod bo'ldim sud zalida. Bundan keyin men bu xatolarni takrorlamaslikka, o'z ustimda ishlab, o'zimda o'qishlarimni davom ettirib, ishlarimni davom ettirib, O'zbekistonga kerakli bo'ladigan, kerakli ish qiladigan, o'zimda yordamni beradigan ayol bo'lishga va'da beraman.
Albatta, xotin-qizlar o'rtasida uchrayotgan har bir jinoyatchilik oilalar farovonligi, farzandlar tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu jihat e'tiborga olinib, ularga davlatimiz tomonidan g'amxo'rlik ko'rsatilib, jazo yengillashtirilyapti. Sayyor sud majlisida bu yo'nalishda olib borilayotgan islohotlar, qaror va farmonlar mazmun mohiyati tushuntirildi. Ayollarning jamiyat hayotida tutgan o'rni beqiyos ekani, ularga berilayotgan bunday imtiyozlardan oqilona foydalanish lozimligi aytildi. Biz nazorat ostidagi shaxslarga jazoni o'tash davomida ijtimoiy, huquqiy, psixologik ko'mak berish bilan bir qatorda ularni ishga joylashtirish, kasb-hunarga qayta o'qitish va ta'lim olishiga ko'maklashish, shuningdek ularni to'g'ri yo'lga yo'naltirish borasida faoliyatimizni olib boryapmiz. Termiz shahar Ichki ishlar boshqarmasi probatsiya guruhida hozirgi kunda jami 789 nafar nazorat ostidagilar jazo o'tab kelmoqda. Shundan 94 nafarini xotin-qizlar tashkil qiladi. Bugungi yig'ilishda ayollarimizdan 25 nafar nazorat ostidagi shaxslar ishtirok etdi va ulardan 4 nafari jazoni namunali o'taganligi va chin ko'ngildan pushaymonligi, sud tomonidan qo'yilgan taqiq va cheklovlarga to'liq rioya qilganligi sababli sud tomonidan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilindilar. Taqdimot davomida oila maskanida xotin-qizlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar, nizoli oilalar bilan ishlash mexanizmlari, jinoyatchilikni kamaytirishga qaratilgan targ'ibot tadbirlari haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Yakunda xotin-qizlar masalasida oldindagi chora-tadbirlar belgilab olindi. Bosh prokuror va Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosarlari boshchiligidagi ishchi guruh a'zolari o'rganish ishlarini viloyat bo'ylab davom ettirmoqda.